bo'ladi. 1 2 3. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Avvalo bizga obuna bo'lgan barchaga rahmat. Salkam 4 mingta bo'lganimiz munosabati bilan biz obunachilarimizni xursand qilishni niyat qildik. Avvalo barchaga rahmat. 4 mingta odam degani bu nima degani? Bu bitta istiqlol san'at saroyi to'la bo'ladi degani, to'la odam degani. Bu bizga motivatsiya beradi, biz uchun baxt, avvalo mehnatlarimizning samarasi. Endi obunachilarimizni qanday xursand qilamiz? Videoni oxirigacha ko'ring, siz g'olib bo'lishingiz mumkin. Do'stlar, biz bu narsani nima deb nomlaymiz? Omadli obunachi. Ya'ni qanday aniqlanadi? Har juma niyat qildik, Xudo xolasa, har juma bugun boshlaymiz. Har juma obunachilarimiz ichidan ikkita ishtirokchiga ikkita juft raqam beramiz. Do'stlar, e'tibor beramiz, 3835 ta obunachi. Kiraman, 1 2 3 qilib o'tkazaman. Eng oxirgiga tushgan obunachi g'olib obunachi hisoblanadi. Qani unda boshladik. Hammani omadini bersin mana. Bismillah. 1 2 3. Birinchi omadli g'olibimiz Shavkat Group. Bizga murojaat qiling. O'zimiz sizga direktdan yozamiz, kuting. Ana endi ikkinchi obunachimizni, ikkinchi omadli obunachimizni aniqlash uchun yana davom etamiz. Qaytarsak noto'g'ri bo'ladi. 1 2 3. Shukrullo 08 omadli obunachimiz. Omra bo'lishda davom eting, bizni kuzatishda davom eting, do'stlarga yuborishda davom eting. Hammani tabriklaymiz. Yutgan g'oliblarimizni. Keyingi g'olib siz bo'lishingiz mumkin. Juma kuni bizni kuting. Bizni kuzatib borishda davom eting. Rahmat.